Feruza Normatova uni ijtimoiy tarmoqlarda turli xil sabablar bilan bo'htonlarga aralashtirayotgan kuzatuvchilarni yana bir bor jiddiy ogohlantirdi. Erim ikkinchi ajrashgan ayollaridan ham, boladan ham voz kechganlar. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Menga qaytib u haqda savol bermanglar qizlar. Erim bilan bo'lajak farzandimiz uchun halol, pokiza hayotni tanlab, endi ularni kelajagi uchun harakatdamiz. Hammaning oilasiga mehr, muhabbat tilab qolaman alhamdulillah. Bizda hammasi svej rasmda. Bu oxirgi qizlar. Eski rasmdagilar montaj-shantaj qilib o'zini aldab o'taversin. Bu ifloslardan kutsa bo'ladi. Fohishalarga o'zimni tenglashtirmayman. Kimni kim ekanini erim bilganlari menga har doim yetib ortgan. Yaqinda erim bitta saytga pul to'lab kirdilar. $60 pul to'lab butun dunyo bo'yicha xohlagan odamizni rasmini yuborsangiz qayta ishlagan, nima qilgan hammasi kelib chiqadi. Indiya va Bangladeshda xizmat ko'rsatgan bitta ekspertni ko'rib shok bo'ldik. Saytda yalang'och rasmlari turibdi. Narxi $150 bo'lgan ekan. Butun Indiyani sassiq erkaklarini qabul qilgan fohisha. Erim shokka tushib qoldilar. Alloh naqadar buyuk zot. Salkam 4-5 ta saytda turibdi. Bechora o'chirishga ulgurmagan ekan. Erim hech kim haqida yomon gumonga bormagan ekanlar paytgacha. O'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Manda skrinshotlari bor. Tak что kim gapirsayam ekspertlar gapirmasin. Hurmatli ayollar, bu dunyoda eng qimmati bu bizning tanamiz. Manaman degan bo'ylar butun bo'yligini bersa ham bitta ko'zimizning gavharini, haqqini to'lay olmaydi. Hech qachon bo'ylik yoki arzimagan pul uchun o'zimizni qurbon qilmaylik. Taqdiringizda bori albatta bo'lgani o'zingizga keladi, deydi aktrisa. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.